Kecha ham uyga borguncha ham 130. 130. Masalan, bitta taraf 125, bir taraf 130 bo'lyapti. Farq 5, to'g'rimi? Ikkita qo'lda. Homiladorlik necha haftalik opa? 8 hafta yoz bo'ladi. Endi olaylik. 32 haftalik, to'g'rimi? Qon bosimi har doim oshib turibmi yo har zamondami? Varikoz Oyoqda emas, qorinda qorinda og'riq bo'lyapti. Qorinda. Matka tomondan og'riq bo'lyaptimi yo'qmi? Tez og'riq bo'lib turibdi. Kechasi, ayniqsa kechasi og'riq bo'lyapti. Kechasi. Yana qanday shikoyat? Bel og'riyapti. Qayt qilish, qusish holatlari bo'lyapti. Qayt qilish, qusish holatlari bo'lyapti. Ovqat hazm bo'lish qiyin bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Hojatga chiqishingiz tez-tezmi, kam-kammi? Ishlayaptimi, yo'qmi oyoqlar? Hozircha